kiramiz. Yazikda bu yoqda уже rus tilini tanlagan uchun shunaqa qilyapti. Hozir agar ingliz tilini tanladik, endi yopganimizdan keyin mana уже hammasi ingliz tiliga o'tib qoldi. Endi hozir menimcha sizlarda mana shunaqa holat bo'lishi kerak. Chiqib keldi. Endi va qaytib rus tiliga o'tkazaman. Mabodo u kimdirda manikiga o'xshab rus tili bo'lmasligi mumkin mana bu yerda. Unda nima qilinadi? Mo'y kompyuterga kiramiz. Mo'y kompyuter C disk, program files, close standalone ga kiramizda language bor. Language papkaga kiramiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, mana chiziqchadan keyin til yozilgan. Bu yerda menda hozir rus tili yo'q, chunki men uni переименовать qilganman. Sizlarda hozir bu yerda rus tili bo'lishi kerak, ru deb yozilgani bo'lishi kerak. O'sha ru deb yozilganini demak bizga hozir kerak emas tilni biz o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Kerak emas til men Italiyanikini olganman-da. Italiyanga bosib, uni o'chirib tashlab, udalить qilib, keyin bu yoqda ham Italiyaga bosib, udalить qilib, ru faylga kirib, o'sha masalan ru faylga kiramizda, mana deylik, mana shu ru itimiz, Italiyaniki ru переименовать qilamiz. Именно mana shu it joyini, to есть mana itning o'rniga sizlarda ru bo'ladi. O'sha ru deb yozilganini o'chirib tashlaymizda it deb yozamiz, enterni bosamiz. Xuddi shunaqa bu yoq kichkina faylda ham shunaqa it runi o'rniga it deb yozamiz. Keyin обратный klogga kiramizda установки язык и bu yoqda italyanoni tanlaymiz. O'shanda rus tiliga anaqa bo'ladi. Перевод qilib beradi. Faqat chiqib ketishimiz kerak bo'ladi uchun yana kirishimiz kerak bo'ladi. O'shanda rus tiliga aylangan bo'ladi. Mabodo u kimdirda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, ko'rib chiqamiz. Tak, mana hozir kirdik. Endi загрузка bo'ldi. Bo'ldi, menda уже в принципе rus tili turadi, o'shaning uchun anaqa bo'lmadi. Keyin bu yoqda yana boshqa sozlashlar ham qilsa bo'ladi. Demak, mana instrumentlarni har qanaqasiga joylashtirsak bo'ladi. Xohlasak tepaga, u har qanaqasiga joylashtirsak bo'ladi. Xohlasak tepaga, bunaqasiga mana yashil, ko'k rang yonganda o'shanda qo'yilsa, kimga qanaqa udobniy bo'lsa, shunaqa qo'yib ishlasa bo'ladi. O'ng tarafga ham o'tkazsa bo'ladi, masalan, bu yoqqa o'tkazib olsa bo'ladi. Har xil qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa buni ham.